oshna og'aynilar dachaga chiqamiz deb anchadan beri yig'ila olmayapsizlarmi? Sizlarga va shu zo'r joy topib qo'ydim. Faqat oshna og'ayni emas, oilaviyga ham va shu zo'r joy ekan. Hoji otalarni olib kelib, mazza qilib dam olib ketsa bo'ladigan joyi bitta obzor qilib ko'rsataman. Kimgadir yoqsa bitta layk bosasizlar, telefon qilib o'zingizlarni kuninglarni belgilab, bron qilib hoji onalarni, ahli oilani olib kelib mazza qilib dam olib ketsanglar bo'ladi. Bitta to'liq obzorini qilib ko'rsatib beraman. Qani bismillah. Hop, hovlilarni bir chekkadan ko'rsataman. Mana ko'rasizlarmi? Vahshiy zo'r. Hozir endi mana ko'cha tarafini bitta tushuntiraman. Adresni ham birato'la tushuntirib ketaman. Mana mana ko'rayotgan mostiylar Shiribomni mosti bo'ladi. Hasanboyga ketaverish, bu yoqdan Toshmi tarafdan kelganda Shiribom mostidan shunda tushganingizda aylanib shunda o'tasizlar. Jahongir Foziljonovni bojalari mahallasi ekan. Mana fasad qismi mana shu bo'yotdi. Yangi xudo xolisa mana shu noyabrning boshida uje ishga tushibdi, xudo xolisa. Hali yangi svejiy dachamiz. Ko'rasizlarmi? Bismillah deb kirganimizda 5-6 ta mashinani meniki joylab qo'yaverasizlar. Oshna og'aynilar bilan kelib, bemalol mana bunaqa ochilib yopiladigan darvozalar qilingan, elektritskiy, вообще zo'r. Yangi turibdi, hamma narsasi svejiy. Bemalol mehmonlar bo'lsa, mehmonlarni ham olib kelsanglar bo'ladi. Ota-onani olib kelsanglar ham, ahli oilani olib kelsanglar ham uyalib qolmaydigan. Xudo xolisa, dachamiz bu yerda shaharning ichida. Toqqa chiqib o'tirish shart emas. Toqqa chiqib o'tirish shart emas. Uni atmosferasini, dachani, baribir dachaga kirib olinadi, toqqa chiqilgandan keyin. Atmosferasini Toshkentning shaharning ichida his qilsanglar bo'ladigan sharoit. Hop, bir chekkadan mana zeleniy zonalarni ko'ryapsizlar. Juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Remontlariga pul umuman ayalmagan ekan. Hamma narsa sifatli, yaxshi narsalar qilib ishlatadigan narsalar qilib qo'yishibdi. Mana bularni ko'ryapsizlar. Zo'r, вообще zo'r. Hop, bu yoqda yozgi oshxonalar, ikkitalab qozon, o'sha hamma narsasi bor, hamma shart-sharoiti qilib qo'yilgan. Mana bu yoqda mangallar qilishga shart-sharoit, hamma narsa bor. Hovlida mana bunaqa pechkalarni ham qo'yishgan. Mana bu yoqni ham ko'ryapsizlar. Bu yerda ham bemalol mazza qilib o'tiradigan joy, xudo xolisa. Hop, ichkarida basseyn, sauna, turetskiy sauna, rossiyskiy sauna, xullas hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Mana bunaqa kachelarida mazza qilib o'tirib, dam olib, ahli oila bilan, oshna og'ayni, aka-uka, qarindosh urug'lar bilan bemalol mazza qilib o'tiradigan joy qilib qo'yishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi sizlarga ichkari qismlarini ham ko'rsatib beraman. Hamma shart-sharoiti bor ekan, xudo xolisa. O'zimiz ham birrov keldik. Dam olib, ozgina miyalarni joyiga keltirib, xudo xolisa, sizlarga ham ilindik. Yaxshi narsani baribir hamisha ilinamiz sizlarga. Yomon narsani sizlarga ravo ko'rmaymiz deb bilasizlar. Yaxshi narsa, sifatli narsalarni sizlarga imkon qadar ko'rsatib beramiz. Ishlarini bitta obzor qilib ko'rsatib chiqamiz. Bismillah deb kirganimizda mana shunaqa demanli zona qilib qo'yilgan, PlayStation deysizmi, karaoke deysizmi, hamma shart-sharoitini qilib qo'yishibdi. Dachani remontiga ham bitta baho berasizlar. Pul ayalmagan umuman. Pul umuman ayalmagan. Bu yoqda mana bilyardli zonasi, ko'ryapsizlar, yangi yaxshi bilyardlardan qo'yib qo'yishibdi. Tushunadiganlar o'zi tushunadi bilyardlikni, mana ko'ryapsizlar. Hop, bu yoqda 15 kishilik joy mo'ljallangan, 15 kishigacha deb aytishyapti. Bemalol mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Bu yoqda endi televizor tomosha qilish uchun sal kichikroq qo'yilgan, bu yoqda karaokega kattaroq razmerdagisi qo'yilgan. Bu yoqda mana bunaqa masajniklari ham bor ekan, mazza qilib masaj olib o'tirsanglar bo'ladi. Hop, texnikalariga keladigan bo'lsa, Hoffman texnikalardan umuman pul ayalmagan. Yaxshi narsa, sifatli narsalardan ishlatilgan qozon, o'choq, idish-tavo, vilka, qoshiq, hamma shart-sharoiti bor bo'lyapti. Mana bu yoqda kuxnyani anaqasi, stoli. Bu yoqda mana kiyim-kechaklarni ilib qo'yib, mazza qilib dam oladigan joy. Xudo xolisa, hozir ichkarilarini ham bittasini ko'rsatib chiqaman. Hop, bu yoqda 3 kishilik yotoqxonasi bor ekan. Bola chaqalar bilan kelsanglar ham bemalol mazza qilib, ashta dam olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bu yoqda mana bunaqa shkaflar ham qilingan. Remontlarini ko'ryapsizlarmi? Vahshiy zo'r qilib qo'yilgan. Endi bu yoqda orqa hovli, bunaqacha erta qiziqroq narsa yo'q. Hop, bu yoq tarafda yana bitta xonasi bo'lyapti. Yana bitta xona bu yoqda.
umumiy 3 ta xona, yotoqxona hisobida bemalol mazza qilib dam oladigan joy. Remontlari ideal turibdi. Hali sveji bir hafta 10 kun bo'libdi ochilganiga. Xo'p, bu yoqda mana sanuzullarni ko'rsanglar bo'ladi. Sanuzullari ham chotki qilib qo'yilgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bu yoqda yana bitta xona bo'lyapti. Xo'p, bu xonani endi kirib o'tirmaymiz. Bu yoqda mazza qilib yana gaplashib dam olib o'tiradigan joy, namozxona chetga qilingan ekan. Bemalol Xudo xolisa ibodatlarni qilib, mazza qilib damni oladigan shart-sharoitlari bor. Endi eng qiziq joyga kelyapmiz. O'zi hammasi qiziq, endi undan ham qiziq joyga kelyapmiz. Xudo xolisa. Bismillah. Vo, mashalloh. Mana qaranglar, vo, video qaranglar, gap bo'lishi mumkin emas. Mazza-ku. Mana qarang, mashalloh. Yorvorishdi ekan, yorvorishdi. Mana bu yoqda mana bunaqa bochkalar ham qilib qo'yilgan. Hop, bu yoqda turetskiy hammam. Hamma narsasini chotki qilib qo'yishdi. Hop, bu yoqda yana bitta sanuzul. Hop, bu yoqda rafiskisi bo'lyapti, saunani qaranglar, yangi chotki turibdi, holat gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu yoqdan bitta videoni ko'ramiz. Mana vada pat videoni sharshara deydimi, nima deydi? Boplab yorishdi, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Endi Xudo xolisa bitta ko'rasizlar, обязательно sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Kelib mazza qilib dam olib ketsanglar bo'ladi, Xudo xolisa. Gap bo'lishi mumkin emas. Kimgadir shu joyimizda qiziq bo'lsa, narxlarni ham aytamiz. Xudo xolasa chiroyli narxlarda, imkon qadar chiroyli narxlarda qilib beriladi. Puliga 100% Xudo xolasa arziydi, chunki pul ayalmagan. Rost ekansin, pul ayalmagan, remontlariga vash gap bo'lishi mumkin emas. Hamma narsani yaxshi sifatli qimmatlaridan qo'yib qo'yishdi. Aloqaga chiqinglar, kimgadir shu joyimizda qiziq bo'lsa, mazza qilib dam olib ketsanglar bo'ladi. Oshna og'ayni, qarindosh, urug', ahli oila, xo'jona, xo'ja otalarni bemalol olib kelib, mazza qilib dam olib ketinglar. Dam ham olib turish kerak. Qo'ldan kelgancha endi ishlayapsizlar, xizmat qilyapsizlar-ku. Orada baribir o'zingiz uchun ham, oila uchun ham damga vaqt ajratinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.